Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizda navbatdagi uyimiz sotuvda. Demak, uyimiz bilan tanishamiz. Bu koridori keng, kirish qiladi eshigi. Euro elektromontaj bo'lgan. Demak, kirganimizda bizni chapda birinchi xonamiz qarshi oladi. Ko'rib turibsiz, xonamiz shinamgina. Domimiz pishgan g'ishtdan qurilgan bo'lib, yozda xonadonlar salqin, qishda issiq bo'ladi. Har bitta xonaga mana bunaqa ataplenani, batareykalari, qovurg'alari o'rnatilgan. Bu xonadan oshxonaga o'tamiz. Ko'rib turibsiz, oshxonamiz ham shinamgina. Kafelar qilingan, kotel o'rnatilgan, gaz plitasi, dimoxod bilan vitishka o'rnatilgan. Suvimizni napori ham yaxshi. Uyimizning umumiy maydoni 54 kvadrat metrdan oshiqroq. To'g'rida sanuzelimiz. Ko'rib turibsiz, tozagina, ozodagina pollari, devorlar to'liq kafel qilingan. Rakvinasi, unitazi va vannasini holati ham yaxshi. Demak, sanuzelimizning holati a'lo darajada. Va endi asosiy xonaga o'tamiz. Bu asosiy xonamiz katta, keng, shinamgina. Ushbu xonamizdan xohlasangiz mehmonxona, xohlasangiz yotoqxona sifatida foydalanishingiz mumkin. Patologlariga mana figura qilingan. Bu xonamizdan balkonga o'tamiz. Va ushbu manzaraga e'tibor qiling. Odamning bahri dilini ochadi. Manzilimiz Termiz shahrida, Yashil Dunyo savdo markazining ro'parasidagi Elita House domlarining 8-qavatida joylashgan. Atrofda maktab, masjid, bog'chalar juda yaqin joylashgan. Va bugungi kunda Termiz shahrining eng markaziy qismi mana shu hudud hisoblanadi. Uy izlaganlar uchun ideal tanlov. Mana shu uyni tavsiya qilaman va uyimizning narxi ham juda qulay. Demak, uyimizni boshlang'ich to'lovi 130 million so'm, 273 million so'm bankda asosiy qarzi qolgan. Agar imkoniyatingiz yetsa, to'lovlarni to'liq qilib, nomingizga oldi-sotdi qilib o'tkazib olsangiz bo'ladi. Kimga uy oldi-sotdi bo'yicha murojaatlari bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqinglar. Ishlaringizni tezda, sifatli, ishonchli bitkazib berishga harakat qilamiz.